Navoiy viloyatining har bir tuman shahri o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Xususan, G'ozon shahrini oladigan bo'lsak, tashkil etilishi jihatdan u keyincha shaharcha bo'lsa-da, bu yerda bilasizki, dunyoga mashhur bo'lgan o'sha o'zida 35 xil rangni mujassam etgan G'ozon marmarlari bugun dunyoning ko'plab davlatlari, Turkiya, Qozog'iston, Tojikiston, qolaversa, G'ozon marmarlari bugun Rossiyaning Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida ham o'sha tarixiy obidalar qolaversa, ko'plab o'sha binolar zeb bag'ishlab turibdi. Qolaversa, so'nggi yillarda G'ozon shahrida juda katta hajmdagi qurilish, bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Aholining tomorqadan foydalanish madaniyati ham bir yuksaldi. Davlatimiz rahbarining 2016-yil noyabr oyida Navoiy viloyatiga amalga oshirgan tashriflari chog'ida G'ozonda marmar va granitga asoslangan qurilish materiallari sanoati bazasini tashkil etish, yuqori infratuzumga ega sanoat shahriga asos solish, hududni kompleks rivojlantirishning yaqin istiqboldagi rejasini ishlab chiqish g'oyasi ilgari surilib, har sangidan ushog'igacha noyob qurilish ashyosi bo'lgan bu marmar xalqimizning nayinki moddiy, balki ma'naviy boyligi ekanligini alohida ta'kidlagan edilar. Aslida ham G'ozon shahri hududi katta imkoniyatlarga ega. Bugungi kunda foydalanmasdan turgan 31 million metr kub marmar va 104.1 million metr kub granit konlarida kamida 150 yilga yetadigan zaxira mavjudligi aniqlangan. Bundan tashqari hali aniqlanmagan tabiiy boyliklarning turi va hajmi o'rganilsa, ushbu raqamlar salmog'i yanada ortishi tabiiy. Shu nuqtai nazardan Vazirlar Mahkamasining 2019-2021 yillarda Navoiy viloyatining G'ozon shahrini majmualar rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilinib, ijroga qaratildi. Dasturga muvofiq 2 bosqichli jami 64 ta loyihadan iborat investitsion rejalar majmui tasdiqlandi. Unga ko'ra marmar hamda granit qazib olish hajmi qariyb 4 marta, qayta ishlash hajmi esa 5 barobarga oshirilishi rejalashtirilgan. Shu asosda mana bu sanoat maydonida 14 ta korxona tomonidan 200 million AQSh dollari miqdoridagi investitsion loyihalarni ishga tushirilishiga kirishildi. Biz Hindistondan kelib G'ozon shahridagi ushbu sanoat hududida marmar va granit toshlarini qazib olib qayta ishlash faoliyati bilan shug'ullanamiz. G'ozon marmarlari Hindistonda ham juda mashhur. Shu bilan birgalikda o'zining rangdorligi bilan ajralib turadi va unga ishlov berish ham juda oson. Ochig'i, O'zbekistonda biznes qilish biz uchun juda qulay, qolaversa, xorijlik ishbilarmonlarni yurtingizda juda hurmat qilishadi. Bugun bu yerda 20 ga yaqin mahalliy aholining bandligi ta'minlangan. Mahsulotlarimiz asosan xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. G'ozon marmari sovuq hamda issiqqa chidamli, 100 yilgacha ham sifatini yo'qotmaydi. Ana shu sababli ham u xorijda juda xaridorgir. Ta'kidlash joizki, prezidentimiz topshiriqlariga ko'ra G'ozonda 10 mingta yangi ish o'rinlari yaratish belgilangan. Bugungi kunda shahar aholisi salkam 9,5 ming kishini tashkil etishini hisobga olganda, yaqin kelajakda G'ozon mehnat resurslarini jalb etuvchi hududga aylanishi muqarrar. Shuningdek, shaharda nafaqat kon sanoati korxonalarini rivojlantirish, balki xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalalariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda 100 o'rinli tikuvchilik fabrikasi qurilib, foydalanishga topshirildi va ayni paytgacha 550 ming dollar mahsulotlar eksportga chiqarildi. Korxonamizda 130 ta ishchi faoliyat ko'rsatilmoqda. Biz asosan eksportda mahsulot ishlab chiqaramiz. Bizni mahsulotlarimiz Rossiyada eksport qilinadi. Ishchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan, ishchilar o'z ishidan mamnun. Buyurtmalarimiz juda ham ko'p. Maxsus kiyimlar ishlab chiqaramiz. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham. Maxsus xonalarimiz bor, ovqatlanish uchun joylarimiz yetarli. Ishchilarni avtobusda olib ketadi korxona tomonidan. Bitta shu korxonamizda 130 ta ishchi bo'lsa, buni yana ikkinchi filiali ham bor. Shu G'ozon shahrida joylashgan. Unda ham 80 dan ortiq ishchi ishlaydi. Barchasi ayollar, ko'rib turganingizdek. Oldin bunaqa yo'q edi. Mana hozirgi kunda shunaqa sharoitlar yaratib berilgan. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Nimaga deganda, o'sha prezidentimiz tashabbusi bilan mana shu korxonalar barpo etilgan. Munavvar Shodiyeva tikuvchilikka qiziqqanligi sababli uyida buyurtmaga ko'ra turli kiyim-kechaklar va buyumlar tikib, oz bo'lsa-da ro'zg'origa qarashib kelgan. Ushbu korxonaning ishga tushishi bilan g'ozg'onlik ko'plab chevar opa-singillarimizning uzoq yillik orzulari ushaldi. Endi tayinli ishi, daromad manbai bor. Bundan ular juda ham xursand. Tekstil fabrikasi ochilgandan keyin bu yerga ishga qabul qilayotganini eshitib, oilamizga qo'shimcha daromad bo'ladi deb bu yerga ishga keldik. Hozirda mana 3,5 yildan beri ishlaymiz.
shart sharoitlari yaxshi, hamma narsa tikamiz, mashinkalarimiz zamonaviy, 100 kishdan ortiq ishchilar ishlaymiz. Bizlar tikayotgan mahsulotlarimiz boshqa davlatlarga borayotganligidan bizlar juda ham xursandmiz. Erkaklarimiz ham, ayollarimiz ham ish bilan ta'minlanyapti. Qancha ayollarimiz uyda o'tirib bo'lsa ham 3-4 ta ayollarni o'zlari bilan band qilib kasanachilik, kashtadozlik bilan rivojlantiryapti. Shuningdek, g'ozg'onlik opa-singillarimiz qadimdan kashtachilik va zardozlik hunari bilan ham shug'ullanib kelishgan. Uyda band bo'lmaganlar esa kaftdek tomorqasida mehnat qilib, shuning ortidan daromad olmoqda. Aytaylik, shahar markazidagi Guliston mahallasidagilar xonadonda sayxunobod tajribasiga ko'ra issiqxona, chorvachilik va parrandachilikni yo'lga qo'yib, barchaga namuna bo'lib kelishmoqda. Bizning mahallada jami aholimiz 2223 ta bo'lib, shundan 375 ta xonadon, 665 ta oiladan iborat, 1136 ta xotin-qizlardan tashkil topgan. Hamma xonadonlarda tomorqani rivojlantirish, aholini bandligini ta'minlash, kambag'allikdan farovonlik sari shiori ostida shunday tomorqadan foydalanishni tashkil qilishni boshladik. Hozirgi kunda bizning mahallamizda 22 ta o'rtacha subsidiya asosida xotin-qizlarga issiqxonalar tashkil qilib berdik. Mana shu issiqxonamiz ham o'sha xonadonlarga namuna asosida qilingan namunaviy xonadonlarimizdan biri. Bundan maqsad bizni sayxunobod tajribasi asosida bedanachilik, issiqxona, chorvachilikni rivojlantirish, ayollarimizda o'zida bor bo'lgan imkoniyatlardan foydalanib, o'zlarining qiziqishlariga qarab kasb hunarlarga o'qityapmiz. Mana bu issiqxonada bir yilda 3 marta daromad olinadi. Hozirgacha ko'katlar yetishtirildi. Ko'katlardan keyin mana pomidor ko'chat olib kelib o'tkarildi. Ikkinchi yil yangilik qilib, mana oz-ozdan o'zimizning tajribamizni ayollar orttirib boryapmiz. Birinchi yilda yaxshigina daromad olganligi sababli ayollarning o'zi ham o'zini talabi bilan chiqyapti. Issiqxonalar qilib berishni, o'sha tomorqadan yaxshi foydalanishda foyda olayotganligini o'zlari ham aytib o'tyapti. G'ozg'on shahar maqomini olgach, hudud infratuzilmasini yangilash maqsadida alohida dastur qabul qilindi. Unga ko'ra shahar hududida prokuratura, markaziy poliklinika, adliya va davlat xizmatlari markazining yangi binolari qurilib bitkazildi. Ayni paytda esa hokimlik binosida katta hajmdagi qurilish va ta'mirlash ishlari bajarilmoqda. G'ozg'on shahrida bugungi 4 ta mahalla bo'lib, 4 ta mahallamizda 9400 nafar aholimiz yashab istiqomat qilib kelmoqda. Shaharning asosiy ixtisoslashuvi bu sanoat, chorvachilik va xizmat ko'rsatish sohalari hisoblanadi. Shahar maqomini olgandan keyin Turkiya, Xitoy, Hindiston, Eron yana ko'plab xorijiy davlatlar bilan mumkinda hamkorlik olib borilib, ko'plab korxonalar tashkil etilgan. Boshqa sohalarda olib borayotgan o'zgarishlar kabi bugungi kunda qurilish sohasida ham juda ko'plab bunyodkorlik ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinika qurilishi davom etyapti. Buni ham mustaqillikka, bir shahrimiz aholisiga bir sovg'a, bayram sovg'asi bo'ladi degan umiddamiz. Bu yerda mana prokuratura, davlat xizmatlari, adliya binolari foydalanishga topshirilgan. Ayni vaqtda xalqqa o'z xizmatlarini berib kelmoqda. Bugungi kunda 3-7 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olish muhim vazifalardan biri sanaladi. Shaharda 12 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lib, ularning 4 tasi davlat, 8 tasi oilaviy bog'chalardir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jami 760 nafar tarbiyalanuvchilar jalb etilgan. Qamrov darajasi 95% ni tashkil etmoqda. 4 insonli maktabgacha ta'lim tashkiloti yaqindagina jajjilar uchun o'z eshigini ochgan edi. Zamon talabi darajasidagi qurilgan ushbu binoda bolajonlarning ta'lim-tarbiya olishi uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yangi zamonaviy 90 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etildi. Yangi zamonaviy texnologiyalar bolajonlarimizni sifatli ta'lim tarbiya olishlari uchun turli xil jihozlar, ya'ni sog'lom, barkamol avlod bo'lib yetishlari uchun sport jihozlari, barcha sharoitlar yaratildi. Buning uchun muhtaram yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta biz yoshlar u kishini ishonchini oqlab, shu yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalab boramiz. Hozirgi kunda tashkilotimizda 2 ta to'garak mavjud, gimnastika to'garagi va shaxmat-shashka to'garagi. Hozirgi kunda bizada 75 ta tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Ularga ingliz tilida, rus tilida ta'lim-tarbiya berib kelyapmiz. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yurtimizning boy tarixiga ega bo'lgan G'ozg'on shahri geografik jihatdan O'zbekistonning markazida joylashgan bo'lib, qishloq va mahallalar yanada ko'rkamlashib, ularning o'tmish tarixi va madaniyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu zaminning tuprog'i ham, toshi ham, tarixi ham bebaho. Bularning har birini asrab avaylash bugungi avlod zimmasidagi burch ekanligini hech qachon unutmaslik lozim.